Olmazor tumani Qorasaroydan Novostroyka uyimizni sotuvga chiqqan, marhamat ko'rishingiz mumkin. 3 xona, umumiy maydoni 70 kvadrat metrdan iborat, qimmat va sifatli materiallardan remont qilingan. Asosiy zal mehmonxona qismini ko'rishingiz mumkin, o'zini televizorlariga ega. Bu yoqda bolajonlar yotoqxonasi joylashgan. Ko'rib turganinglardek uyimiz full komplektda, podключ holatda. Bu yoq kirosh prixoshkamiz. Bu yoqda keng va shinam ota-onalar yotoqxonasi joylashgan. Eshiklari ham rossiyskiy qimmat MDF eshiklardan ishlatilgan. Bu yoqda umumiy sanuzel qismlariga ko'zinglar tushadi. Sovg'asiga mana bu ajoyib kir mashinasi qo'shib beriladi. Bu yoqda ayollarimiz yaxshi ko'rgan oshxona qismi joylashgan. Oshxonadagi barcha mebel jihozlar joy-joyiga joylashtirilgan. Choy ichib o'tirishingiz uchun sulh shart-sharoitlarga ega. O'zini balkon qismlarini ham ko'rishingiz mumkin. Xonadonimiz 11 qavatli Novostroykani 8-qavatida joylashgan. Narxini bilish uchun kommentariyaga plus qoldiringlar, narxini aytib o'taman. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.